Talablarga ko'ra klanimizga nabor ochdik. Musiqaga e'tibor bermaysizlar, edit qilishni bilmayman, edit qilaman deb edit qilib qo'yaman. Shuning uchun oddiygina qilib shartlarini tushuntirib o'taman. Qonunda boshladik. Birinchi sharti menga obuna bo'lgan bo'lish kerak. Ikkinchi sharti shu video rekka chiqishi uchun like, kommentariy, repost hammasini bosib qo'yish kerak. Eng ko'p kommentariy yozganlarga birinchi bo'lib direktdan javob beraman. Undan oldin esa vaqt ketkazib direktga yozishdan oldin qolgan shartlarni ham eshiting. Uchinchi shartga keladigan bo'lsak, o'g'il bolalar va qizlar uchun ID karta bo'lishi shart. To'rtinchi shart, yaxshilab e'tibor beringlar, shart deyapman. Shart deyilgandan keyin shu narsalar bo'lishi shart. Shuning uchun ID kartani bir oydan keyin olsam bo'ladimi, bir haftadan keyin olsam bo'ladimi deb so'ramoqchi bo'lganlar, qachonki ID karta olgan paytingiz yozishingiz mumkin. 5-shartga keladigan bo'lsak, klanga 50 leveldan balandlarda olamiz, 50 leveldan pastlarda esa vaziyatga, sharoitga va o'yiniga qarab olamiz. 6-shart, o'g'il bolalar uchun temperaturega, qizlar uchun mikrofon bo'lishi shart. Niklarni qanday o'zgartirishga keladigan bo'lsak, shu shartlarni bajargandan so'ng dirkatimga yozsangiz, qolganini dirkatda tushuntirib beraman. Bu video ko'pchilik klanga nabor oching deb so'raganlar uchun hammaga bitta-bitta tushuntirib yurganman, bittagina video bilan tushuntirishni ma'qul ko'rdim. Klanga qo'shilaman degan odamga videoni hech qanaqa aloqasi yo'q. Shuning uchun hammani klanda kutib qolaman. Vah 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 vah, hey canım, raqsga tusharman yar.